Shayxzoda o'zbek xalqining jasur farzandlaridan biri Jaloliddin haqida sahna asarini yozishga kirishdi. Mo'g'ul istilosi davrida Ma'rur-Naqrda katta jasorat ko'rsatgan Jaloliddin haqida Shayxzodaga qadar birorta badiiy asar yaratilmagan. Sovet tarixchilarining ilmiy asarlarida esa uning na nomi, na jangovar jasorati iliq so'zlar bilan tilga olingan edi. Shunga qaramay, Shayxzoda bu ajoyib siymo haqida Shahobiddin Muhammad Nasafiyning Siyrat as-Sulton Jaloliddin Mangburni va Alovuddin Atomalik Juvayniyning Tarixi Jahongushoyi Juvayniy kabi asarlarini o'qib, shu asarlarda tasvirlangan tarixiy davr voqealari asosida o'z asarini yozishga ahd qildi. Shuni alohida qayd etish joizki, Jaloliddin haqidagi noyob manbalardan biri Nasafiyning nomi yuqorida qayd etilgan asarida mashhur sarkardaning ismi Jaloliddin Mangburni deb atalgan. Jaloliddin mo'g'ullarning ashaddiy dushmani bo'lganiga qaramay, Chingizxon uning dovyurakligi va sarkardalik mahoratiga tan berishga majbur bo'ladi. Shayxzoda yetuk yozuvchi sifatida yoza boshlagan ilk sahna asarida ana shunday tarixiy shaxsni mo'g'ul qo'shinlariga g'ulg'ula solgan, g'alaba yuz o'girgan jang maydonlaridan ham omon-eson chiqib ketgan Jaloliddinni qahramon qilib oladi. Jaloliddin Manguberdi dramasida Shayxzoda vatan erki, mustaqilligi uchun fidoyiliklarcha kurash olib borgan mana shu jasur sarkarda qiyofasida badiiy gavdalantiradi. Jaloliddin Manguberdi Amir Temurga ham ibrat bo'lgan buyuk siymodir. Asarda Sulton Jaloliddinning oxirgi so'zi sifatida quyidagi satrlar keltiriladi. Bir kun paydo bo'laman shu yurt, shu yerda. Yurt shaydosi ko'rinmas g'urbatda, g'o'rda. Kim yurtda yovni quvsa, mendirman o'sha. Ulug'vor niyatlarga kor qilmas ajal. Ma'lumki, sho'ro davrida o'tmishdagi xon, sulton, hukmdorlarimiz nechog'lik buyuk va vatanparvar bo'lishiga qat'iy nazar yoppasiga qoralab kelindi. Chunki sho'rolarga buyuklarimizdagi xuddi ana shu vatanparvarlik qudrati ma'qul kelmas. Ota-bobolarimizdagi ana shu buyuk xislat yangi avlodlarga o'tishini istamas edilar. O'zbekiston hukumati xalqining bu jasur farzandi nomini abadiylashtirish maqsadida Jaloliddin Manguberdi tavalludining 800 yilligini nishonlash haqida maxsus qaror qabul qildi. O'zbekiston prezidentining farmoni bilan Jaloliddin Manguberdi ordeni ta'sis etildi. Vatanparvarlik hissiyoti jo'sh urib yozilgan Maqsud Shayxzodaning Jaloliddin Manguberdi dramasi 1945-yilda Hamza nomidagi O'zbek davlat drama teatri tomonidan muvaffaqiyat bilan sahnalashtirishiga qaramay, ko'p o'tmay sahnadan olib tashlandi. Muallifga esa o'tmishni, xonlarni, beklarni, feodalizmni oqlash va yo'qlash tamg'asi yopishtirildi. Bu aybnoma nohaq qamalishga ta'sir ko'rsatdi. Dramaning ayrim parchalarigina yozilgan kezlari nashr etildi. Muallif hayotlik chog'ida biror marta to'liqligicha chop etilgani yo'q. To'liqligicha ilk bor o'zbek tilida dramaturg vafotidan 21 yil o'tgach bosmadan chiqdi. Jaloliddin qahramon shaxs. U jasur sarkarda, eli yurtini g'animga qarshi birlashtirayotgan tashabbusi bilan lashkarlarni ulug' g'alabalarga ilhomlantirayotgan va bu yo'lga ibrat ko'rsatayotgan valiahd bo'lishiga qaramay, ayni vaqtda oddiy inson sifatida gavdalanadi. Bu asarga qadar dramaturgiyamizga Abulfayzxon singari strategiyalar mavjud edi. Shunga qaramay, mazkur asar o'zining tug'ilishi va shakli jihatidan Sofokl davridagi qadimgi Yunon mumtoz strategiyalarini, fazilatlarini o'ziga namoyon etuvchi dastlabki o'zbek dramatlaridan biridir, deyish mumkin. Qadimgi mumtoz Yunon strategiyalaridagi bu xususiyatlar mohiyat e'tibori bilan qaraganda o'zbek dramaturgiyasida ilk bor qo'llanilishidir. Bunday xususiyatlardan dramaturgiyamizda jahon dramaturgiyasiga rang-barang, murakkab shakl va tuzilishlarga o'tgan asarning o'rtalaridayoq o'zlashtirilgan salohiyatiga ega bo'lgan san'atkorlarimiz bo'lganiga ko'rsatadi. Dramatik asarni she'riy shaklda yozish muallifdan katta poetik mahoratni talab etadi. Maqsud Shayxzodaning Jaloliddin Manguberdi she'riy dramasi ana shunday katta san'atkorlik bilan yozilgan poetik asardir.